Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qeynamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay Şarkı Türkistan'ın paxta yeplerini maxsus poyuz bilen bulang-talang qilmoqda. Paxta yepining xalqarodagi bahosining shiddat bilan o'rlishiga ergashib, Xitoy rejimi Sharq Turkistonda pishiqlab ishlangan paxta yeplarni bulang-talang qilishni kuchaytgan bo'lib, Sharq Turkistonning har qaysi joylaridan a'lo sifatli paxta yeplar Xitoy o'lkalariga maxsus poyuz bilan to'shilmoqda. Xitoy xalq to'rining 21 fevraldagi xabarida bildirilishicha, paxta yepi va paxta yepida ishlangan rax bozorining xalqarodagi ehtiyoji hamda qimmati kun sari oshayotgan bo'lib, Xitoy rejimi Sharq Turkistonning paxta yeplarini bulang-talang qilib, yangidan maxsus poyuz bilan Xitoyga to'shishni yo'l qo'ygan. Xitoy temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati Qashqar yuk transport markazi bo'limining aytishicha, bu yil Sharq Turkistondagi temir yo'l tarmoqlari ko'p miqdorli mollarni to'shishni muhim nuqta qilgan bo'lib, bildirilishicha, bu yil Xitoy rejimi Guangdong Foshanni har oyda Sharq Turkistonda pishiqlangan 6500 tonna paxta yepi bilan ta'minlash kelishimi imzolagan. Dongchuanshang to'qimachilik cheklik shirkatining to'shish kasbiga mas'ul xodimlarning oshkorlashicha, mazkur shirkatning Sharq Turkistonda 1 million urchuqliq paxta yeb pishiqlash ko'lami bor ekan. Navbatda mazkur shirkat Sharq Turkistonda bir yilda pishiqlab ishlagan 130 ming tonna paxta yepi mahsulotining 60%ni Guangdong bozoriga, 40%ni Jiangsu, Zhejiang qatorliq Xitoy o'lkalariga to'shiydi ekan. Birinci aydan hozirgacha 10 ming tonnadan ortiq paxta yeb temir yo'l orqali Xitoyga to'shilgan. Sharq Turkistonning paxta mahsulotlarining sifatining xalqaro nomi bor bo'lib, navbatda Sharq Turkiston Xitoyning paxta ishlab chiqarish bazasiga aylangan. Xitoy xalqaro bozorga solgan paxta mahsulotlarining 90% dan ko'pragi Sharq Turkistondan bulang-talang qilingan bo'lib, paxta asosligi Sharq Turkistonning Aqsu viloyati va Qashqar viloyatidan chiqadi. Xitoy xabar manbalarida oshkorlanishicha, 2022 yili Xitoyning butun Sharq Turkistonda ishga kirishtirgan paxta yeb egirish ko'lami 22 million 150 ming urchuq yebga yetgan. Sharq Turkiston paxtasi intayin a'lo sifatli bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi rax to'qish, gul besish va bo'yash kiyim-kechak korxonalarining qarshi elishiga erishgan edi. Xitoyning majburiy emgak jinoyatlari va jazo lagerlari sababli Amerika va bir qancha g'arb davlatlarida navbatda Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga va majburiy emgakka chetilgan paxta mahsulotlari cheklangan edi. Navbatda Xitoy Sharq Turkistondagi majburiy emgak vositasi bilan to'qilgan paxta yeplarini Guangdong, Zhejiang, Jiangsu qatorliq o'lkalardagi to'qimachilik, kiyim-kechak kasbi markazlashgan rayonlarga to'shimoqda. Tojikistondagi yer tevrash Sharq Turkistonga ta'sir qildi. Bugun sahar Tojikistonda 7.2 ball yer tevragan bo'lib, Sharq Turkistonning Qashqar, Aqsu qatorliq rayonlaridagi xalq kuchlik tevrinishni his qilgan. Xitoy yer tevrashni ko'zatish idorasining bildirishicha, 23 fevral shu joy vaqti soat 8 dan 37 minut o'tganda Tojikistonda shimoliy kenglik 37.98 gradus, sharqiy uzunlik 73.29 gradus 7.2 ball yer tevrigan. Tevrash manbasining cho'nqurligi 10 kilometrga yetgan. Tevrash markazining Sharq Turkistonga eng yaqin yeri taxminan 82 kilometr bo'lib, Qashqar, Atush, Aqsu qatorliq viloyatlardagi xalq yer tevrashni aniq his qilgan. Ma'lum bo'lishicha, 23 fevral shu joy vaqti soat 8 dan 55 minut o'tganda Tojikistonda shimoliy kenglik 38.09 gradus, sharqiy uzunlik 73.25 gradus 4.8 ball yer tevrigan. Tevrash manbasining cho'nqurligi 10 kilometrga yetgan. Rossiya prezidenti Putin Wang Yi bilan ko'rishdi. Rossiya prezidenti Putin 22 fevral Moskvada Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy bo'limining a'zosi, Tashqi ishlar xizmati komiteti ishxonasining mudiri Wang Yi bilan ko'rishdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi organ to'rining bildirishicha, Wang Yi ko'rishda navbatdagi xalqaro vaziyatning murakkab va keskin ekanligini, keskin vaziyatda Xitoy-Rossiya munosabati xalqaro vaziyatning siniqini boshdan kechirib, pishib yetilib mustahkamlanganligini, doim krizis va qalaymaqonchiliklarga uchrab turganligini, xiris bilan fursatning tang mavjud bo'lib turganligini, Xitoy bilan Rossiyaning yangi davrdagi umumyuzlik strategik hamkorlik asosidagi hamrohlik munosabati azaldan 3-tarafga qaratilmoq
qilmaganligini, uchinchi tarafning majburlashini texmi qabul qilmaydiganligini, Xitoy Rossiya bilan birlikda strategik hamkorlikni kuchaytirib, ikki tarafning manfaatini qo'g'dashni xohlaydiganligini bildirgan. Putin ko'rishishdan navbatda Rossiya-Xitoy munosabati belgilangan nishonga qarab ilgarilaganligini, ikki tarafning har qaysi sohalardagi hamkorligi hamda Shanxay hamkorlik tashkiloti qatorliq ko'p taraflik tashkilotlardagi moslashishi mo'l natijalarga erishganligini, xalqaro ishlarda ittifoqlik va hamkorlikni kuchaytirish orqali xalqaro vaziyatning tangpong muqim bo'lishini ilgari surishda muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirgan. İki taraf yana Ukraina masalasi to'g'risida fikr almashtirgan bo'lib, Xitoy axborot vositalarining xabar qilishicha, Wang Yi Rossiyaning suhbatlashish orqali masalani hal qilishni xohlaydiganligini ta'kidlaganligiga opirin o'qiydiganligini bildirgan. Amerika Davlat mudofaa ministrligi Xitoyni ogohlantirdi. Amerika Davlat mudofaa ministrligi Xitoyni ogohlantirdi. Amerika Davlat mudofaa ministrligi Xitoyni Rossiyani ajalli qurollar bilan ta'minlamaslikka chaqirib, aksiga bo'lganda oqibatining og'ir bo'ladiganligi haqida ogohlantirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchilik urushiga 1 yil bo'lgan bir paytda 5 burchaklik binoning muavin bayonotchisi Sabrina Senge chorshanba kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning Rossiyani ajalli qurollar bilan ta'minlashi mumkinligi to'g'risidagi savolga javob berib, biz texi Xitoyning Rossiyani ajalli qurollar bilan ta'minlaganligini bayqamadik. Ammo Xitoy bunday qilishni chetga qoqmadi. Tashqi ishlar ministri Antony Blinken oldingi hafta Germaniyada Wang Yi bilan ko'rishganda pozitsiyamizni aniq bildirdi. Biz bu yerda shuni qayta ta'kidlaymizki, agar Xitoy Rossiya bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtiradi ekan, undaqda Xitoyga og'ir oqibat keltiradi dedi. Bildirilishicha, Senge Rossiyani qurolga ehtiyojli o'zak bilan ta'minlashning ajalli qurol bilan ta'minlaganlik bo'ladigan bo'lmaydiganligini aytmagan. Gerçi o Xitoyning Rossiyani ajalli qurollar bilan ta'minlash masalasining oqibatini konkret oshkorlamagan bo'lsa-mu, hukumat oshkori va xususiy aloqa orqali Xitoy Rossiyani ajalli qurollar bilan ta'minlab qolsa, Xitoyning og'ir oqibatga duch kelishi mumkinligini aniq ifoda qildi. Ammo men bu yerda mazkur masalani qayta ta'kidlamayman degan. Xitoy NATO bosh kotibining bayonotiga norozilik bildirdi. Xitoy Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenbergning Xitoy to'g'risidagi bayonotini tanqid qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin Beijingda o'tkazilgan qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika bilan NATO davlatlarining Ukraina urushining eng chong qurol manbasi ekanligini ilgari surib, Stoltenbergni Xitoyga nohaq tuhmat qilish bilan aybladi. Xitoyning Ukraina masalasida boshdan oxir tinchlik tarafda turib, tarafsiz va obyektiv pozitsiyasi bilan tinchlik suhbatiga ilhom berayotganligini ta'kidlagan Wang, hammaga ayonki, Amerika bilan NATOga a'zo boshqa davlatlar Ukraina urushining eng chong qurol manbasi. Shundaq turib, Xitoyning qurol bilan ta'minlaydiganligini ilgari surmoqda. Mushuningga o'xshash o'yinni urushning beshida o'ynashga urinib boqqan bo'lsa-mu, xato ekanligi o'tirg'a chiqqan edi, dedi. Wang Wenbin yana NATOning o'zining rayonlik mudofaa ittifoqi ekanligini ilgari surish bilan birga jo'grafiyalik chegarasidan halqib izchil jiddiylik va bo'linish paydo qilishga tirishayotganligini aytdi. U NATOning Ukraina krizisidagi rolini xalqaro jamiyatning ko'rib yetganligiga ishorat qilib, NATO Xitoyni asossiz farazlarga asosan ayblashni to'xtatib, Yevropa rayoni va dunyoning tinchligi va muqimligi uchun konkret ishlarni qilishi kerak dedi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg tunugun Ukraina tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba bilan ko'rishgandan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, biz Xitoyning Rossiyaga ajalli qurollar bilan yordam berishidan andisha qilyapmiz degan edi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerikaning CBS kanalining ziyoratini qabul qilganda, Amerika istixborotining Xitoyning Ukraina urushida ishiltishi uchun Rossiyani qurol va o'q-dori bilan ta'minlashni o'ylashayotganligi to'g'risida uchurga erishganligini ilgari surgan edi. Xitoy shirkatlarining Rossiya davlat mudofaa sanoatini ajallik bo'lmagan yordamlar bilan ta'minlayotganligini ilgari surgan Blinken, yangi uchurlarning Beijingning bevosita holda ajalli qurol va o'q-dorilarni berish ehtimoli borligini ko'rsatadiganligiga ishorat qilib, Xitoyning Rossiyani qurol bilan ta'minlashi munosabatlarimizda og'ir masalalarni keltirib chiqaradi degan edi. Yevropa parlamenti a'zolari yer tavrash rayonini ziyorat qildi.
Yevropa parlamenti a'zolaridan Sergey Lagodinskiy va Nacho Sanchez Amor yertavrash rayonini ziyorat qilib, hamkorlik uchurini ham baharladi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Yevropa parlamentining yozim bayonotiga asoslanganda Turkiya Yevropa Ittifoqi Birlashma parlamenti komitetining tang darajalik raisi, shundaqla Yeshillar Yevropa Erkinlik Ittifoqi partiyasining Germaniya vakili Sergey Lagodinskiy bilan Yevropa Ittifoqining Turkiya dokulatchisi, Sotsialistlar va Demokratlar taraqqiyparvar ittifoqi partiyasining a'zosi Nacho Sanchez Amor Yevropa Ittifoqiga vakolatan Turkiyadagi yertavrash rayonini ziyorat qilgan. Yevropa parlamenti a'zolari Hatay va G'aziantepni ziyorat qilgandan keyin birlashma bayonot e'lon qilib mundaq degan: Biz bugun tushunib yetolmaydigan darajadagi ig'ir ofatga uchragan Turkiya xalqiga samimiy hamkorligimizni va chunqur hisdoshligimizni bildirish uchun bu yerga keldik. Yevropa Ittifoqi Turkiya munosabatlarida eng aktiv xizmat qilayotgan parlament a'zolari bo'lish sifatimiz bilan bu yerda ko'rganlarimizdan qattiq cho'chidik. Yevropa Ittifoqi bu qiyin vaqtlarda Turkiya bilan mo'rini mo'riga tirab hamkorlashishni davomlashtirdi. Yevropa Ittifoqi qutqizish atriti, doktorxona va insonparvarlik aslahalarini tezlikda ta'minlash orqali hamkorligini namoyon qildi. Ammo yerdavrashga yo'liqqan buncha nurg'un kishilarning aqalli ehtiyojlarini qamdash uchun uzun muddat yordam qilishi kerak. Martda planlangan i'ona qilg'uvchilar kengashi yig'inining sijil, unumlik va ochiq-oshkora yordamlar bilan muvaffaqiyatli bo'lishiga kafolatlik qilishimiz kerak. Navbatda 6 fevralda yuz bergan yerdavrash ofatlarida qazo qilganlarning soni 43556 ga yetdi. Finlandiya prezidenti a'zoligimizni tasdiqlash huquqi Turkiyaning qo'lida dedi. Finlandiya prezidenti Sauli Niinisto davlatining Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga Shvetsiya bilan birlikda a'zo bo'lishni xohlaydiganligini, ammo buning ro'yobga chiqmasligining Turkiyaning qo'lida ekanligini aytdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Sauli Niinisto Shvetsiyaning Xarpsund shahrida Shvetsiya bosh ministri Olaf Kristersson va Norvegiya bosh ministri Gahr Stor bilan ko'rishgandan keyin qo'shma muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Sauli Niinisto yig'inda so'z qilib, Finlandiyaning NATOga a'zo bo'lish musofasi Shvetsiya bilan birlikda davomlashmoqda. Biz NATOga Shvetsiya bilan birlikda qaytilishni xohlasaqmi, qo'limizdan bir ish kelmaydi. Chunki tasdiqlash huquqi Turkiyaning qo'lida. Men Turkiyaning nimalarni o'ylayotganligini bilmayman dedi. Shvetsiya bosh ministri Kristersson bo'lsa, davlatining Turkiya bilan NATOga munosabatlik suhbatlarni davomlashtirayotganligini eskartib, Skandinaviya rayonining o'ziga xos alohidaligi bor. Bizning hamkorligimiz NATOga chunqurlik beg'ishlaydi. Shvetsiya bilan Finlandiya NATOga a'zo bo'lganda, rayonimiz NATOning eng shimoliy rayoniga aylandi dedi. Norvegiya bosh ministri Gahr Stor davlatining Finlandiya bilan Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishini qo'llaydiganligini, bu davlatlarning NATOga kuch qo'shadiganligini qayd qilib, Rossiya barg'ansiri mo'ljalligili bo'lmaydigan holatga keldi. Rossiya Skandinaviya davlatlariga qaratgan tor urushida aralashma urush qatorliq har xil xatarlik usullarni qo'llanayotdi. Bu nuqtadan aytganda, Shvetsiya bilan Finlandiyaning NATOga a'zo bo'lishi nihoyat muhim dedi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.